Hammaga assalomu alaykum. Bugun men va nihoyat Toshkent shahrining xalqaro aeroportida Yevropaning Riga shahriga o'zimni safarimni boshladim. Xo'p, biletni Flyone aviakompaniyasidan sotib oldim. Flyone aviakompaniyasining bir ikkita kamchilik joylari bor. O'shanga onlayn registratsiya o'tmasangiz, sizni shtraf qilar ekan. Pasportni kontroldan o'tib olganimizdan so'ng punkt dosmotriga qarab yo'l olamiz. Punkt dosmotrdan o'tganimdan so'ng uchish yo'lakchasi tarafga qarab yo'l oldim. Выполняем наш рейс 19:11 по маршруту Ташкент-Рига. Время в полете составит 5 часов на высоте 34 тысячи фут. Пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию средств безопасности. Дамы и господа, добро пожаловать в Ригу. Mana va nihoyat samolyot Latviyaning Riga shahriga kelib qo'ndi. Samolyotdan tushganimizdan so'ng pasportni kontrolga qarab yo'l oldik. Pasportni kontroldan eson-omon o'tib olganimdan so'ng bagajimni qiynalmasdan topib oldim. Bagajni olganimizdan keyin punkt dosmotrdan o'sha Latviya Rigani punkt dosmotridan o'tib shaharga chiqib oldik. Shaharga chiqqandan keyin местный sim karta sotib olib firma bilan aloqaga chiqdim. Xo'p, avtobusga chipta sotib olib, avtobusga o'tirib firma tarafga qarab yo'l oldim. Riga shahri juda go'zal. Shunaqangi go'zal manzaralarni tomosha qilib, avtobusda yo'limizni davom ettirdik. Avtobusdan tushib, Kreis kompaniyasining bazasi tomon yo'l oldim. Kreis bazasida bizni yaxshi kutib olishdi. Hamma dokumentlarni yig'ib, bizga qaysi kuni vajdeniyaga kelishni aytishdi. Va bizani Liberty mehmonxonasi tomon yuborishdi.